Wusungning 105 amaliy zot qanchalik cho'ng amal. Endi bu yerda biz qadimgi kinolarni yoki asarlarni o'qisak 105 degan gap kelsa, kallamiz birinchi bo'lib Wusung 105 degan gap keldi qo'y deyman. Bulib bu suv buydada. Suv buydada 105 degan gap chiqsa, Leyxin 105 mi aldırab aldığımız kelmaydi. Birinchi bo'lib Wusung 105. Hatta Yolbas o'ltirgan Batur Wusung, Shingyo Wusung degandan bekerek, 105 Wusung desa bekerek isimiz kelib qoldi. Ondan sonra Wusungning bu 105 amali degan zoti qandaq amal. Bu nim bo'lib bu amalga erishib qoldi. Ondan sonra bugun sizlarga yoqtiradigan mana shu suv buydanani qasaratki Wusung to'g'risida bir tafsili parangiz baqla. Wusung yoqtirgan do'stlar meni go'nji qo'yib birdan yaxshi yurak berib filmning davomini diqqat qilinglar. Unda filmning 5 yil deb baqili, hamda Wusungning 105 dedik. Unda sizlar bu Wusungdan boshqa, mana shu 105 atalgan, masalan suv buyda nomli asarda yeni kimlarni bilsizlar. Pingunchuk bir qoldiringlar. Endi bu Wusungning nima uchun 105 bo'lib qoldi degan vaqtimizda oldi bilan o'ylab baqtinglar. Wusung nimishqa Yanggu naisida 105 bo'lib qoladi. Asli Wusung nagmangan, Jinghe naisiga mangan. Nimishqa Jinghe naisiga mangan? Oksini deb mangan, aksi Vudalang asli Jinghe naisida. Undas bu aksini qeshigan nadan mangdi? Bu Chaijin töreninin qo'rosidan mangdi. Mushar panolanayotgan. Nimadan panolanayotgan? O'z vaqtida Jinghe naisida bu odam urib qo'yib, jadal chiqarib qo'yib, o'lib qolgan o'xshaydi deb qo'rqib deb, mayaga jadaldan qochib berib olgan. Musharlar o'ylasak bo'ldi, Wusung sizlar o'ylagandek hech kimni qo'rqmaydigan botir emasmi? Mush vaqtdan o'zida xalqni urib ko'p jadal chiqib qo'rqib, ayada yushurini olgan xolos. Ondan so'ng Wusungdek asli bir jinoyatchi nim bo'lib mishadi 105 bo'lib qoldi. Yo'lbosni o'ltirganligi uchunmi? Albatta bu sababmi bor. Lekin yolg'iz yo'lbosni o'ltirganligi uchunla 105 o'ldirgan ish yo'q ishnada. Hech narsa yo'lbosni urib o'ltira olsang, sizlar amalda qilmaydigan gap yo'q. Endi bu yerdagi Wusung asli Jinghe naisiga oksini deb mangan. Mushada Jingyang davundan o'tadigan ish bor. Ham Jingyang davundan o'tgandan keyin sharqqa mansa Yanggu naisi, g'arbga mansa Jinghe naisi bor. Ham bu yo'lbosni o'ltirgandan keyin eliq o'chlar bilan uchrab qoldi. Shular bular Wusungni maqtab ko'kka ko'tarib qolganki, bular bilan birga Yanggu naisiga kelib qoladi. Hamda Yanggu naisiga kelgandan keyin bu yer Yanggu naisining ombili hisob noy hokimi buningga "Voy siz yomonkansiz, botirkansiz" deb buni maqtagandiki, shu vaqtning o'zida 40 ming ko'y pul mukofot turdi. Hisobdalik bir patnos yamboni berdi-ku. Wusung shu vaqtning o'zida qarsanglar, haliqi kishilik munosabat usta. Ya'ni mushni bergandan keyin Wusung darhol buni olmay, aksicha tog'dagi o'g'chilarga bir vatdi. Mushlar necha vaqtdan jafo tortibdi, mushlar olsin deb. O'ylab bakinglar, odatli odam bo'lsa hargiz unda qilmaydi. Bu hisobda Wusung bir loteriya bileti chiqqanlik uchun taq chiqib qoldi. Yo'lbosni tasodifiy o'ltiribdi, buning pul keldi. Tasodifiy o'ltiribdi, ma to'g'ri gap o'ylab bakinglar, hargiz bir qismini Wusung bak amriqlik Wusung degan botirlik bilan deb unda qahramonlik bilan o'ltirgan yo'lbos emas bu. Wusung taq chiqib yo'lbosni o'ltiray deb chiqdiman. Yo'q. Mastlikda, po'chlikda chiqib qolgan ma taqchu. Yo'lbos bas, men yo'lbos balığı ishonmayman deb. Tasodifiy yo'lbos uchrab qoldi. Yo'lbosdan qo'rqmadimi? Qo'rqdi. Yo'lbos deb ketdi. Yo'lbosdan qo'rqib ketdi. Qo'rqqanligidan kaltigini mayliq daraxtning g'ulshiga urib sunib ketdi. Endi Wusungning bu yerda quruq qo'l o'ltagisi yo'q demak. Bu sa Wusungning qo'lida bir atal avtomat ya tapanchoch gom deb aytib var. Lekin amal yo'q. Qo'rqqan janada urib taligan Wusungning alamat yuqori o'g'ashqa o'ltirib qo'ydi. Shundan bilan pul keldi. Hisobda loteriyadan chiqqandek bir ish bo'ldi. Endi navada bu pulni odatga odam bo'lsa, "Apple voy rahmat" deb kesib bo'layverdi. Lekin bunda qilsa Wusungning keyingi nomiga ta'sir etadi va shu vaqtning o'zida 105 bulanmaydi. Nemish qundaq deymiz qaranglar. Bu degan bir odimiylik. Wusung ketgandan keyin navada pulni Wusung yolg'iz deb ketsa, undek o'g'chilar nima deydi? Wusung bugun kelsa aytib boshlab, "Voy Wusung shu vaqtning o'zida qoqda asli biz yo'lbosni otgan, yaralangan yo'lbosdi. Yoki bu yo'lbos Wusung hujum qilibdi. Misol biz yordam qilmagan bo'lsak, Wusung yeb ketdi. Biz necha vaqtdan shunda qilib to'kib ko'rsak, u qilsak, bu qilsak bir talay ajr qilsak, tasodifiy Wusung biz qutqizib qo'ysak, menda xuddi deydigan gaplar chiqamdi, chiqmamdi?" O'ylab qo'yinglar, 100% chiqadi. Bu bir odimiylik. Hichamanlik alaybalay desek bo'ldi. Hammada bunda ko'p boylikni ko'rgan kuz qizdirdi. Bu yer olamidi necha vaqtdan ajr qilib ketgan keyin yolg'on yovdoq gap iniq chiqdi. Endi navad Wusung buni eplikasiya yenbirsi ma ombalg'imi noy hokimg'imi til qisq bo'ldi. Ya'ni olani asli mush yolg'an sizlar meni o'ltiringlar, men pul berma degan bu pulni mening beribdi. Endi ular pul vermasa asli bo'lmaydi. Pul versa texim ziyon. Endi Wusung ma'pulni olg'irib oldi mardlik qildi. Shundan bu odam endi Wusungni mukofotlash kerak. Shundan darholla 105 ulug' deb
Wusung ma pulni almay mart qila olganligi uchun 105 bo'lib qoldi men asli. Endi tushuninglarmi? Shuning bilan bu amalmi Wusungga yog'dak yoqdi bu vaqtning o'zida. Bekatalatda bu maktabda o'qimgan qarqo'saq bir nimati tayyor hukumat o'rni tumi tavaqqa erishib, 105 bir odatga askar lashkar emaslik bir xil amalda olib qoldigan so'z kimga qo'shaqmaydi? O pulni olganda oyda oylik maosh va qildigan ishi va xizmati va 5 xil sug'urtasi va katta degan gap. Endi shu vaqtning o'zida Wusungning bu 105 amali qanchalik cho'ng amal degan vaqtning o'zida, so'nglarsning vaqtning o'zidagi 105 ikki xil bo'lgan birsi piyoda lashkarlar 105, yana birsi otliq lashkarlar 105. Endi Wusung ko'di qayna piyoda lashkarlar 105. Bu 105 ning qulida 20 dan 100 gacha odam bo'ladi. Odatda 40-50 odam bo'ladi deydi. Ya'ni shu noyning amallik ishlari, kechilik chorlash xizmati, bularni qo'g'dash, jinoyat ishlarini bir taraf qilish degandek ishlarni qildi. Demak, bugungi kunda bir paysoning bir so'jansi degandek bir amal-chu bu. Endi lekin bu amalga qarsak, bu yerda noyon bilan buni o'rdiq ma'lum qilmaylar o'zi bevosita saylab qo'ya oladi ekan. Shunda qildi o, o'zi bevosita naq maydonda saylabatdi, amalga qo'yibdi. Demak, endi bu hali hozirgi gapinchalik bir noishta deb qo'ymizmi? Oshti qaraq tushunsak bo'ldi-ku buni-chu. Ya'ni shu vaqtning o'zidagi noy amballarninki o'z oldiga xizmatchi elish huquqi bor. Oldi bilan elib, andin ma'lum qilib bo'ladi. Biz mancha odamni ishlatdik, mancha 105, mancha qo'g'dirchi lashkarlar bor, bularning maosh mancha pul deb anadan keyin yuqori ma'lum qism bo'ladi degan gap. Mana bu shundoq. Endi Wusungning bu amalni bak kichik amal deyishga bo'lmaydi. Qo'lida oz bo'lgan 40-50 odami bor. Butun noyning amallik, chorlash, o'g'ri yolg'on bu ishlarning hammasini mushqulda jinoyatchini tutib so'laydigan ishlarning hammasi mana shu Wusungning degandek bo'ladi degan gap. Endi shu vaqtning o'zida Wusung 105 bo'lib uzoq o'tmaylar, endi Vudalan Panjilyaning hikoyalari chiqib bo'lib ketdi. Shuning bilan endi Oksning dilosi qildi, shunami? Unda shu vaqtning diqqat qilib baqtinglarmi? Wusungning dilo bajarish iqtidori zodi qanchalik yuqori. U nima uchun Panjilyaning maykasini jityapti? Wusung oldi bilan kipla Shiminching bularni o'ltadimi? Yo'q. Oldi bilan boshda arz qildi. Keyin ikkinchi qadamda boshqa usul qo'llandi. Demak, Wusungning dilo bajarish, hatto o'zalda qisos ep bo'lgandan keyin o'zining killigini o'ylagan ajoyib kallischiga ishlayapti. Oshiyada bir kichkina vaqtlarda diqqat qilsa, Wusungning kallischiligini bitdi. Biroq surgun bo'ldi. Wusung oldi bu ishni qilishdan burilib, planlab bo'lgan bo'ldi-ku. Undan so'ng Wusungning kallisi ishlamdi. Dilo bajarish iqtidori qanchalik yuqori. Wusung rastli mard azmatmi yoki vahshiy yerlarim nihoyat ko'pmi? Endi tarixda o'tgan Panjilyan bilan tarixda o'tgan Vudalanning hikoyasi hozir qanday? Endi bu bir uzun, ham nihoyat to'liq mazmundan nurg'unlarga anglab bo'lganlar. Anglamagan do'stlar nihoyat ko'p bo'lganligi uchun yana bir qatim tavsiya qilib qo'ydim. Qadi kitob darsxonasiga kirsanglar, Wusung haqida bir to'liq yana bir mazmun bor. Bir yarim soatdan ortiqroq anglab baqsanglar bo'ldi. Qadi kitob bir deb yazsanglar salon chiqdi, darsxonaga kirsanglar bo'ldi. Bu yerda topolmay qolganlar salonni Qadi kitob deb pincha sang undarim chiqdi. Shu yerdan so'rasanglar ayrim avatib bersam bo'ladi. Rahmat.